AQShda COVID-19 dan ham xavfliroq virus tarqalayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Mutaxassislar ayrim manbalarda ushbu virus COVID-19 dan ham xavfliroq deya baholanayotganini qayd etib, vaziyatni jiddiy nazorat ostiga olish zarurligini ta'kidlamoqda. Virus yuqori darajada yuqumli bo'lib, odamdan odamga tez yuqadi va ayniqsa, sovuq mavsumda faolroq tarqaladi. Ma'lumotlarga ko'ra, adenovirusning alomatlari dastlab oddiy shamollash yoki grippga o'xshash bo'lishi mumkin. Biroq kasallik qisqa vaqt ichida nafas olish tizimi, ko'rish a'zolari, buyraklar va boshqa muhim organlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. Rasmiy idoralar vaziyatni COVID-19 pandemiyasining dastlabki bosqichlari bilan qiyoslab, ehtiyot choralarini kuchaytirish lozimligini bildirmoqda. Xabarlarda ushbu virus gripp bilan kasallanish holatlarining keskin oshishiga asosiy omillardan biri bo'lgani aytilmoqda. Joriy mavsumning o'zida 7,5 milliondan ortiq holat qayd etilgan bo'lib, 81 ming kishi shifoxonaga yotqizilgan va 3100 dan ortiq o'lim holati qayd etilgan.